Şarkı Türkistan'da 6,2 bal yer təvridi. Rusiya Pəllə Akademiyası Birləşmə Geofizika Mülazimat Organının Altay Sayan tarmağının sanlıq məlumatlarına asasən Şarkı Türkistan'ın paytaxtı Ürümçi Bulaqdağ rayonu ətrafında 6,2 bal yer təvirgan. Texi buzğunçılıq və ziyan toğrusida heç qandaq məlumat verilmedi. Dunyoga ta'sir ko'rsatgan va 1,250,000 dan ortiq odamga tarqalgan va 70,000 ga yaqin odamning o'lishini keltirib chiqargan Xitoy virusining yuqumi sababidan sog'lomlik manbasi va sistemasi yetarli bo'lmagan nurg'un davlatlar davolash aslahalarini import qilishni davomlashtirdi. Bo'libmi Xitoydan import qilingan Angliya qatorliq nurg'un davlatlarda kamtik bo'lib chiqqan sinoq zapchastlarga munosabatli sadchiliklar yuz berdi. Angliya xabar agentligining xabar qilishicha, Xitoy virusining yuqumi Xitoydan kelgan tojisimon virus tekshirish asbobidan tepilgan. Shuning bilan bir vaqtda Luxemburgdagi bir shirkat buni tadqiq qilib oshkorlagan. Avstraliya yana Xitoydan import qilingan taxminan 800,000 yuqumlangan va kamtik niqobni qo'lga tushirgan. Boran chapqun Tinch okeanidagi Orol davlati Vanuatuga hujum qildi. Bu Orol Xitoy virusi azaldan ko'rilib boqmagan joylarning biri edi. Qora bo'ron davlatda zo'r buzg'unchilik paydo qildi. Yevro gazetining xabariga qaraganda, soatlik tezligi 235 kilometr bo'lgan bu bo'ronning yarim kechada eng yuqori saviyaga yetganligi, ammo hozirga qadar hayotidan ayrilgan va yaralanganlarning soni aniq emas. Kuchli shamol sababidan 270,000 aholi, nurg'un uy va xizmat o'rinlari vayron bo'lgan bo'lsa, daraxtlar yiqilib tushib, necha yuzlagan mashina va kemalar pachaqlanib ketgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bioximiyalik ko'p xillik ahdinomasining raisi Elizabet Mirima yangi tipdagi Wuhan virusi yuqumining birinchi o'rni ekanligi mo'ljallangan dunyo miqyosidagi yovvoyi hayvonlar bazarini cheklashni talab qildi. Mirima muhofizachilar gazetining kelgusidagi yuqumning oldini olish uchun tirik va o'lik yovvoyi hayvonlar sotiladigan bozorlarni cheklash kerak deb ta'kidladi. Norvegiya Səhiyyə ministri Bent Høie o'zlarining davlatdagi Xitoy virusi COVID-19 ni kontrol qilganligini xabar qildi. U muxbirlarni kutib olish yig'inida Norvegiyadagi COVID-19 tadbirlaridan ilgari bir kishining virusni 2,5 odam bilan yuqumlantirganligini, oldingi oydagi keskin tadbirlardan keyin bu sonning 0,7 ga tushib qolganligini aytdi. Agar biz keskin tadbir qo'llanmasak, Yevropadagi boshqa davlatlarda yuz bergan ishlarni his qilgan bo'lardik dedi. Undan boshqa Daniya bosh ministri Mette Frederiksen yangi tipdagi Xitoy virusi COVID-19 yuqumiga qarshi turishning bir qismi sifatida taqalgan bolalar bog'chisi va boshlang'ich maktablarning 15 apreldan boshlab ochilganligini e'lon qildi. Xitoy Tambojna amaldori Chinxay 1 martdan boshlab Beijing hukumatining 3,860,000 maskani, 37,500,000 qo'g'dash kiyimi, 16,000 sun'iy mahsulotni 50 necha davlatga eksport qildik dedi. Nafaslanish uskunalari va 2,840,000 koyt sinash zapchastlarini eksport qilganligini e'lon qildi. O yana patent huquqiga erishgan davolash uskunalari eksportining qimmati 10 milliard 200 million yuan, taxminan 1 milliard 400 million dollar ekanligini ko'rsatdi. Oldingi hafta yana Gollandiya hukumati Xitoydan import qilingan 1,300,000 maskaning 600,000 ni yig'ib olishni qaror qildi. Xitoy bo'lsa tap-tatmasdan ishlab chiqaruvchining maskaning operatsiya maqsadida emasligini aniq o'ttirib qo'ydi.